Kabuldagi Xitoy oshxonasiga qaratilgan portlashda bir Xitoy fuqarosi o'ldi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta hafta ichida nurg'un axborotlarda yer olgan bir xabar. Kabulda albatta bir Xitoy va 6 Afg'oniston fuqarosi bilan jami 7 kishi o'ldi va yana bir Xitoyni o'z ichiga olgan 20 dan ko'p kishininki yaralanganligi har xil axborot vositalaridan aytib kuchlik ko'plab berilgan bir xabar. 19 yanvar tushdan keyin Afg'onistondagi poytaxti Kabuldagi bir Xitoy oshxonasida. Bu yerda albatta axborotlarda xilma-xil bu yerdagi oshxonaniki Xitoy fuqarosi bo'lgan Tungan musulmonlar tomonidan ochilgan Afg'onistondagi bir Afg'onistonlik sheriki baliqi ayol ikkisiningki Xitoy fuqarosi bo'lgan musulmon ekanligini tilga olindi. Xitoy fuqarosi deb bevosita tilga olinganlar bor. Xilma-xil shaklda xabarlar berildi bu vaqtda. Natijada bu shaklda bir portlash yuz berib bu yerda 7 kishi bir Xitoy fuqarosini o'z ichiga olgan o'lgan bo'ldi. Mana shunday nihoyatda kuchli bir portlash. Aloqador xabarlarda portlash Kabulning Shahrino rayonidagi Xitoy oshxonasida yuz berganligi, mazkur oshxonaning bir juft ayol tarafi va bir Afg'oniston fuqarosining sherikchiligida ekanligi bildirildi. O'lgan Xitoy fuqarosining yana Ayub ismli bir musulmon Xitoy fuqarosi ekanligi, ya'ni Tungan ekanligi qayd qilingan. Xitoy tarafi bu xabarni dalillagan bo'lib, Xitoyning Afg'oniston turishliq bosh elchixonasi darhol bu ish bo'lgandan keyin bir uqtirish e'lon qilib o'zining to'g'ri betida bu Xitoyningki Kabulda portlash yuz berganligini, Xitoy fuqarolarining Afg'onistonga bormaslik haqida fuqarolarni ogohlantirdi. Xitoy Afg'onistonda yashayotgan fuqarolarni yerlik xalqning diniy urf-odatlariga hurmat qilish, odamlar ko'p yig'iladigan ommaviy so'rovlarga ko'p bormaslikka chaqirdiganligini ham konsulxonaning to'g'ri betida bu shaklda bildirdi Xitoy. Al Jazeera qatorliq nurg'un nufuzli axborot organlari bu xabarni Daeshning Afg'on bu voqea yuz bergandan keyin bu harakatni Daeshning Afg'on sho'basi o'zini o'tmay mazkur portlatish voqeasiga mas'ul ekanligini e'lon qilganligini xabar qildi bu organlar. Va buning bir qatimliq o'zini qo'shib portlatish hujum ekanligini bildirganligi, ya'ni Daeshning Afg'oniston sho'basiniki bu shaklda bergan bo'ldi xabarni.